Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 20-aprel 2025-yil aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun ob-havomiz yaxshi. Hop, qilinayotgan ishlar bilan tanishtiraman. 2 kundan beri to'xtamasdan yomg'ir yoqqandi. Xudo xolasa bugun osmonimiz musaffo. Qilinayotgan ishlarga bitta baho berib qo'yasizlar aziz tomoshabinlar. Videoga hozir kanalimizga yangi video qo'ydik, shogird olamiz deb. Videoni oxirigacha tomosha qilib aloqa chiqishlarini iltimos qilamiz buni. Ko'ringlar mana. Juda ko'pchilik shu apparat, telefonning apparatlari haqida so'raydi. Aziz tomoshabinlar, telefonimiz apparatlari mana shunaqa bo'ladi mana. Bitta, ikkita. Hop, mana 3 ta. Hop, mana bu yerda 4 ta. Mana bu yerda 5 ta. Mana shu apparatlar bilan mana shu ishlar qilinyapti hozir mana. Kimga shu telefon patologik apparatlari kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar, xudo xolasa mana. Apparatni olsanglar, xudo xolasa shogirdlikka olib, ishni o'rgatib qo'yamiz. Apparat olgandan keyin ish qayerda o'rganaman, nima qilaman, ish qayerda olaman demaysizlar. Apparatni olasizlar, mana o'zimiz polni ishni o'rgatib, polni sir sanoatini o'rganasizlar. Xudo xolasa ish bilan ham o'zimiz ta'minlaymiz. Mana ko'ringlar, ishinglarni reklama qilib, ish bilan ham ta'minlaymiz o'zimiz, xudo xolasa. Ko'ringlar mana shunaqa ishlarni qilinmoqda hozir. O'rtasiga podsvetka qo'yilgan. Bizga shogird tushmoqchi bo'lganlar ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Faqat apparat olasizlar, bir komplekt. Apparat narxi 17 ming so'm, 2 metrligi, 2,5 metrligi 20 ming so'm. Apparatni olsanglar, kelib ishni o'rganasizlar. Ishni ham o'rgatib qo'yamiz o'zimiz. Ish o'rgangandan keyin o'rgansanglar, xudo xolasa, polni yana ishinglarni reklama qilib, ish ham topib beramiz o'zimiz. O'zingizlar tomoningizdan. Hozir mana Usta Fahriddin, Shahartuzdan, hop, Eshbek Sattordan bolda apparat olib ketishgan, ishni bosyapti gazini. Ishonmaganlarga mana aloqa chiqinglar, nomerlarini beraman. Shahartuzdagi bolalarni ham, Eshbek Sattordagini ham, xudo xolasa mana o'zingizlar gaplashib, telefonlashib aloqa chiqaverasizlar. Bu gaplar aziz tomoshabinlar, juda ko'pchilik hozir kommentarda yozyapti, shogird olasizmi, shogird olasizmi deb. Aziz tomoshabinlar, mana shu ko'rsatilgan apparatlarimizni sotib olsanglar, bir komplektini 17 ming so'mga kelasizlar, mana ishni o'rgatamiz. Polni ishni o'rganasizlar, xudo xolasa ishni o'rganib, o'zingizlar joylarga borib gazni bosaverasizlar. Shunaqa sifatli ishlarni qilaverasizlar. Ko'ringlar mana, shunaqa sifatli ishlarni qilib gazni bosasizlar. Apparatni olgandan keyin ish topish problema emas. Zo'r ish qilsanglar, xudo xolasa ish o'z sizlarni izlab keladi. Faqat ana shu apparatlarni olasizlar mana. Sotib olsanglar, bo'ldi, xudo xolasa tamom, gazni bosaverasizlar keyin. Xo'p, keyin oyiga qanchadan pul topaman deb o'ylashingiz mumkin. Oyiga eng kamida 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha daromad qilsanglar bo'ladi. Eng kami 10 mingdan 15 minggacha. Nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa biz doimo xizmatdamiz. Telefon patologik apparatlari bor, sotuvda, nali ichida bor. Aloqa chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar.